Assalomu alaykum hammaga. Meni partnyorim o'tgan videolarda sizlarga aytgan edim. Men mana bu do'stim bilan ulanib, shunga ulanib o'ynayapmiz. Bu do'stim mikrofoni yo'q, shuning uchun gapira olmaydi va biz bir-birimizga to'siq qurib o'ynaymiz. Kim-kimikidan 3 ta harakat, 3 ta joni bor. Kim o'ta olsa, u yutadi. Agar o'ta olmasa, yutkazadi. Kim zo'r qamoqxona yoki qochadigan to'siqlar qurish. Bo'ldi, boshlaymiz. Nariroqqa o'ting. Boring yo'qoling ko'zimdan. Uzoqroqqa boramiz. Qarab qo'yish ham mumkin bu. Mana birinchi bo'lib mana bunday 3 talikdan boshlaymiz. Tursemizroq qilamiz. Keyin bunday fundamenti bilan. Keyin mana bunday qilib turib hoppa. Voy. Aytib o'tganimdek, bu odam menga to'siq quryapti. Ya'ni men undan o'tishim kerak. Agar o'ta olsam, men yutaman. Agar o'ta olmasam, u yutadi. Kimiki zo'r chiqarkin? Kommentariyada yozib qo'yinglar. Aytgancha, sizlar obuna va like bosib qo'yinglar. Men esa quryapman. O'zimni birinchi xonamni quryapman. Hozir men bu bola tashqariga chiqib ketdi. Hozir u yo'ligida biz foydalanib olamiz. Fundamentlarni qo'yib olib, sekin kirib ketaveramiz. Va u bilmaydigan narsalarni qilamiz. Do'stlar, sizlarga video yoqsa like va obuna va kommentariya bosib qo'yinglar. Hozir buni mana bunday quramiz. Keyin mana bunday qo'yib turib, yana bunday qo'yganimizdan keyin lavani qo'yib turib, buyoqqa tushamiz. Keyin uchib turib, mana bunchalik qo'yib tashlaymiz. Keyin bunday qurib turib, hammasini tekis qilish kerak. Mana bu yer tekis bo'lmabdi, tekis bo'lib qolmabdi. Keyin tekis bo'ldimi endi? Bu yer tekis bo'lmabdi. Bu yer ham tekis bo'lmabdi-ku. Yer va yerlar. Bo'ldi. Endi meydan kirish qilamiz. Yo'q, stop. To'xtanglar. Hamma joyda bitta o'rin ko'tarishimiz kerak. Voy. Shunaqa paytda ham tushib ketaveradi, alkashga o'xshab olib. Mana bunday. Uni turibdi, shiqrayib olib chiqib ketdi. Hali chiqib ketmadi, tashqariga chiqib ketdi. Yana o'yindan chiqib ketdi demanglar. Mana bunday qilib. Hop. Shuni qurib qo'ydik va meydan kirish bo'ladi hozir. Yondirmay tur sen ham. Mana bu yerdan kirish bo'ladi. Unga mana kirish uchun mana yo'lcha qo'yamiz mana. Va bunday kiradi va mana bu yerda paydo bo'ladi. Va yerga sakraydi. Stop, sakrasa bo'ladi. Sakrasa bo'lar ekan. Endi bu yerga sakrab turib, keyin mana bu yerda ko'rib qolam.
bo'ldi. Ko'rinmaydi yoqib qo'yamiz. Oppa. Chicha bloklar beramiz. Bloklar berib qo'yib turib, sekin yana joyimizga qaytamiz. Mana. Voy. Stop, to'xtab turinglar. Hop, mana. Qani? Mana. Shuni olib turib bloklarni. Masalan, bunday sakrab o'tib ketadi. Ikkinchisi. Voy, meni to'g'rilab qo'yish kerak. Mana bunday. Endi eshikning to'g'risida mana. Qaysi blok? Mana bunday. Stop, mana. Mana bunday. Keyin bunday qilamiz. Keyin mana bunday qilamiz. Qilib bo'lganimizdan keyin mana bu yerda nima bo'ladi deb o'ylasak, mana sal uzun emas-ku, lekin mayli. Shunchalik yo'l bor. Va uni bu yerni bunday qilib to'sib qo'yamiz, chunki u chiqib ketishi ham mumkin. Hop, buni bunday keyin bunday qilamiz. Hop, mana ideal emas-ku, lekin yaxshigina to'siq paydo bo'ldi. Endi buni tepasidan to'sib turib, kechqurunmi, ertamanmi bilib bo'lmaydi. Va mana endi bu yerda kattaroq qilamiz. Mana hop, ikkita bu yoqqa. Keyin bunday to'g'risiga bunday, keyin yana ikkita. Mana 1 2. Hoppa. Kattagina arena paydo bo'ldi va bunday. Ko'rib nima deydi ekan? Davay, reaksiyasini ko'ramiz, bolalar. Reaksiyasini ko'ramiz. Hop. Mana bu yerdan keyin yana ikkita qo'shib qo'yaylik, mayli. To'g'rimi? Ha, to'g'ri ekan. Endi bunday. Keyin yana bunday. Keyin ikkinchisidan bunday va bunday. Ola bo'ldi. Endi polani to'g'irlaymiz, bolajonlarim. Hop. Mana bunday. Keyin bunday. Hop. Mana bunday. Hop. Buni bunday qilib pol tayyor. Buni bunday. U hali ham turibdi. Kiyimapti. Mana bunday. Shunday turib, keyin buni bunday
Kurram. Bunu. Hop 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 hop. Shundagina qurib turib chicha qoldi bolalar. Endi bitta sandiq qo'yamiz. Uni sandiqning ichiga damlama, qilich, aslaha, olmalar, sehrlangan olmalar qo'yamiz. Hozir buni bitirib olish kerak. Endi buni mana 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 hop 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 bana shobo murod hop hop shundak arena katta bo'lish kerak, chunki u oddiygina zombilarga emas, 10 ta, ya'ni 100 ta. Yana bitta narsa o'ylab topdim. Qaringiz, mana bunaqa otadigan bor. Ashini bitta yerga qo'yib qo'yaman. Ashidan keyin ichiga 100 ta, mana 10 20 dan boshlanib, mana 15 dan boshlanib, u 50 tagacha tugaydi. Unga yaxshi aniq aslahalar berib qo'yaman. Keyin buni bunday, keyin buni bunday. Tomini ham yopib qo'yish kerak unda. Yana zombilar o'lib ketib. Sizlarga zo'r lifehack, shunaqa silindr simon narsa qursangiz, sizga maslahatim, mana bunda birinchi shunday qilib olinglar. Qilib olganlardan keyin mana yopiq ursam katta qo'rban. Hamma vaqtimiz yetsa kerak. Buni bunday. Buni qo'yib qo'ydim. Keyin buni bunday. Hoppa. Bo'ldi. Desam, narigi beti ham bor. This is Sparta. Mana. Buni qurib olganimizdan keyin narigi betiga o'tamiz. Mana bunday. Keyin ketaveradi. Mana bunday. Mana bunday. Yana pastga qo'yib qo'ysam bo'larmikin. Bunday quramiz. Meni qamog'im aslida 2 ta xonadan iborat emas, 4 ta xonadan iborat bo'lish kerak edi. Lekin vaqtimiz oz bo'lishi ham mumkin. Ana. Mana bunday va hoppa. Qop-qorong'i bo'ldi. Endi bu yerdan bunaqa razdachiklar qo'yamiz mana. Uni ichiga emas endi. Bu yerga damlama qo'yamiz. Mana bunday damlama. Qanday nочное зрение degan, ночное зрение 1, ночное зрение
bu yerga qo'yamiz. Keyin izadigan qo'yamiz. Mana bunday. Hop, hop. Ana bo'larkan. Endi bu yerga yana damlaman. Nima tekshirib ko'rdim o'zi? Nima tekshirdim? Nimaga tekshiraman ekan? Shunaqa jinni bo'lib turibdi.